Men Qoraqalpoqdan keldim, Qoraqalpoq Chaqatosh shahridan. Shu og'riq yem izlab keldim-da endi. Boshqa yerlarda yem topmadim hech. Ko'p yerlarda yotdim, dishini oldim. Toshkentda nimaga yotdim? Asalarda. Yem topmadim, shu yerga keldim. Yaxshi, rahmat. Bari. Hozir og'rimayapti. Og'rigan vaqtlarda odam chidab bo'lmaydi, uni aytib odam tasavvur qilish mumkin emas-da u. So'rardi, yig'laverardi-da. Hozir qattiq kuchaydi-da, ko'p vaqtdan beri bir. Mana 2-3 yildan beri umuman ovqat yeyish yo'q. Og'risa ham shunday yeb olaman. Boshqa mumkin emas-da yeyish. Hozir yaxshi mana, operatsiyadan chiqdim, ovqatni yaxshi yedim, tunda ham yeyapman. Quvonyapmiz barimiz. Uydagilarga, qizlarga, bariga, siz bilan deb hammasi quvonyapti.